Ortiqcha vazn nimadan, qayerdan boshlandi? Necha kilogacha chiqib ketdingiz? Nima sababdan vazn 108 kilogacha chiqib ketdi? Ortiqcha vaznmi? Men yoshligimdan o'zi to'lachi bo'lganman. Keyin gormonal o'zgarishlar, menda kechqurun uyqu bo'lmasdi-da. Faqat kunduz uxlardim, kechqurun o'tirardim, yeb-ichib. TikTokda battle qilib, ha. Keyin bozorda ham ishlaganman nochda. O'shanda boshlangan o'zi. Menda gormonal narushini. Xullas etap chiqib 107 kiloga stop qilib 107,5 edimi kelganimda adashmasam. 107 dan oshiqroq edim. Rahmat sizga ham Qobil aka. Qobil aka bilan gaplashganman-da. Boshqalar bilan gaplashsam konsultatsiyaga keling, bo'ldi. Mana shu gap. Konsultatsiyaga keling, bo'ldi. Qobil aka bir boshidan konsultatsiyaga keling. Tekshiraylik, analizlar topshiring. Analizingiz yaxshi chiqsa, biz operatsiya qilishimiz mumkin bo'lsa, analizlar o'shanga olib borsa, biz operatsiya qilamiz. Kelasiz, patsientlar bilan gaplashasiz. Nomerlarini beraman. O'shalar ichidan tanlaganingiz nomerini beraman. O'shalar bilan gaplashib, bemalol operatsiyaga ishonch hosil qilib kirishingiz mumkin deganlaridan keyin ertasiga yo'q kelganman analiz topshirgan. Operatsiya qildirib nimaga erishdingiz? Operatsiya qildiribman. Operatsiya qildirib ko'p narsalarga. Bir chekka narsalarga. Bir chekkadan birinchi o'rinda samosenka, ishonch. Ikkinchi o'rinda dunyoqarash, voshshe. Uchinchi o'rinda nima desam, e'tibor. Oldinda ko'rib, voy, Sultonova shumi? Nima? Internetda boshqa dunyo, hayotda boshqa dunyo ekan, muncha semiz degan gaplardan chiqib kelgan odamlar biz bo'lamiz-da. O'sha paytdagi gapirib turgan odamlar hozir, voy qanaqa bozdingiz? Nima qilsa bo'lar ekan? Maslahat bering, u bu deyshadi. Xudoga shukr. Oldinda ko'rib, voy, Sultonova shumi? Internetda boshqa dunyo, hayotda boshqa dunyo ekan, muncha semiz. O'sha paytdagi gapirib turgan odamlar hozir, voy qanaqa bozdingiz? Nima qilsa bo'lar ekan? Maslahat bering, u bu deyshadi. Xudoga shukr. Operatsiyaga 107 dan oshiq bilan kirib, 7 oyda 37 kilo tashadim. Hozir 8-oyga o'tdi. Yana 2 kilo minus 39 kilo vazn tashadim. Alhamdulillah. Hozir sog'lomman. Xudoga shukr. Yurish turishim shunaqa yengil. Shu qanotim bo'lsa uchaman hamda. Magazinga kirsam hamchi kiyim tanlashda bunday kiyib ko'raman dali. Oldin oversize kiyim qidirardim. Hozir bunday kiysam katta deyman-da shunday qilib. Ajjoyga mazza qilaman lekin. Haligi skidkaga uchib, voy qimmat ekan, voy u ekan, voy yo'q. Ishonish kerak emas. Chunki oshqozonam juda nozik narsa-da. Mana o'sha operatsiyani boshimdan o'tkazgan bo'lsam, efirimda ham so'rashadi. Instagram, TikTok'imni to'lib ketgan. Instagramimni gapirmasam ham bo'ladi. Men faqat qusyapman, oshqozonim og'riyapti, yeganimni tashayapman. Hozirgacha 1 yil bo'lgan bo'lsa ham operatsiyasiga hali ham qusib turganlar juda ko'p. Lekin alhamdulillah deyman, shu paytgacha 2 marta qusdim, o'sha ham o'zimning aybim bilan. Hozir oldingi og'riqlarim esimda ham yo'q. Tomonlama men rahmat aytaman. Ko'p doktorlar bilan gaplashganman. Oxirgi stopim Ismoil Nazarovda bosilgan, chunki o'zini ishlarini juda puxta qiladilar. Shu tomonlama menga yoqqanlar. Men afsuslanmayman. Hech ham. Bitta gaplashganman. Bittada yuragim jiz etgan. Bu narsani operatsiyani boshlamayotganman. Hozir ham aytaman. Mana va jiz etsagina o'zlaring xohlagan ideal qomatga kelasizlar.